Assalomu alaykum barchaga. Ideal darslik qanaqa bo'lishi kerak deb o'ylaysizlar? Savol. Artgan darslikda zapis qilishni davom ettiryapmiz. Xudo xolasa kutib qolinglar. Lichkaga yozinglar. Sizlar ham qo'shilmoqchi bo'lsalaring. Artgan darslik sizlar bilan. Bitta naqshda o'zi bu murakkab naqshga kirgani uchun to'rtga bo'lib olingan. To'rtta asosiy elementlardan tashkil topib bitta butun naqsh hosil qiladi bizda. Hop, zalikka svet mana chap tomonda turadi. Bir marta bossak, kichkina chap tomonni mana bo'yab beradi. Hop, buni oknosini ham kattalashtirib turib, zalikka svetni rangini o'zgartirishimiz mumkin. Xohlasak qizil, o'zimizga yoqadigan rangni o'zgartirib beramiz. Hop, hammasini bitta upaga berib turib, rang berib ko'rsak, qanday holat kelib chiqadi. Tugmalarni bitta har doimgidek kerak bo'ladigan, ishlatadigan. Eslab qolishni ko'proq bitta qoldiryapman. Xudo xolasa, zapslar ham, onlayn darsliklar ham ketyapti. Lichkaga yozinglar, qo'shilmoqchi bo'lganlar. Pastda telefon raqamini qoldiraman. Telegram raqamga murojaat qilinglar, Telegram lichkaga.